Assalamu alaykum kasbdoshlar. Biz bugungi darsimizda alt ekstremite so'aklarining ichidagi put so'aklari bilan tanishib chiqamiz. Put so'aklarini osteopedis deb ataymiz. Mana shu darsimiz bilan alt ekstremite so'aklari bilan tamamen xo'shlashamiz. Putimiz jami ayrim 26 so'akdan tarkib topadi. Biz bu 26 so'akni ozza tarsi, ozza metatarsi, ozza digitorum pedis yoki pharynx deb ataymiz. Mana shu 3 ayrim bo'lakka bo'lib turib o'rganib chiqamiz. Ko'rganinglardek, mana yeşil siziqning ostida qolib qolgan yeri ozza tarsi. Jami 7 dona so'ak bu. Ondan keyin mana yeşil rangda bo'yalgan mayadagi so'aklarni ozza metatarsi deb ataymiz. Ozza metatarsidan 5 donasi bor. Ma rasmda yeşil rangda bo'yalgan bu so'aklarni ozza digitorum pedis yoki pharynx deb ataymiz. Jami 14 dona bor. Ozza tarsidan boshlaylik. Ozza tarsi bayam deb o'tganimizda 7 dona o'xshamagan so'akdan hosil bo'ladi. Bularning hammasi bilan ayrim tanishib chiqamiz. Bunak ayrım tanışdan avval mana şu üstüden ve astıdan qaragan holatdagi bularning o'rniga asosan ismini farqlantirishni boshqa o'rganamiz. Qaraydigan bo'lsanglar, mana sol tarafga rasm putimizning ustidan ko'rinishi, bu bo'lsa putimizning ostidan ko'rinishi. Undan boshlab ketaylik. Mana bu eng ustidagi so'akning ismi talus. Talus bizning qo'shiq so'nkimiz. Talusning ostiga joylashgani bo'lsa calcaneus. Talus bilan calcaneus mana shunda ustma-ust kelib turdi. Calcaneus paşna sönkümüz şu. Endi talus bilan bo'g'im hosil qiladigan mana so'akning ismi naviculare. Navicularening qiyshidagi so'ak bo'lsa cuboidium. Ondan keyin mana üç so'akning hammasining ismi cuneiforme. Lekin bularning joylashgan o'rniga asosan ayrim ism qo'yib chiqamiz. Mana so'ak lateralda bo'lganligi uchun cuneiforme laterale deymiz. Mana so'ak medialga joylashganligi uchun cuneiforme mediale deymiz. Bu ikkisining o'rtasida joylashganligi uchun cuneiforme intermedium deb ataymiz. Mana deb o'ylab qo'yishingiz mumkin. Bu chetda emas-ku, bu o'tirtumamdi, asli chetda emasmi deb. Lekin anatomiyadagi medial deganimiz markazga yaqin degan gap, lateral degan gap, markazdan yiroq degan gap. Mana bosh barmoqimiz bizning badanimizning, gavdimizning markaziga yaqin bo'lganligi uchun shunga bu mediale bo'ldi. Mana bo'lsa chimchiloq, ya'ni markazimizdan uzoq bo'lgan yoki yaqin bo'lganligi uchun shun laterale bo'ldi. Shunga mana bu cuneiforme mediale, bu bo'lsa cuneiforme laterale, o'rtadagisi bo'lsa cuneiforme intermedium. Undaq bo'lsa, hozir o'rgangan so'aklarning ismini mana aslidan ko'rinishiga qarab turib deb chiqaylik. Mana so'akning ismi nimati? Paşna so'ak, ya'ni eng ostidagi joylashgani calcaneus. Calcaneus'taki üstüge joylashgan nimati talus. Talus bilan bo'g'im hosil qiladigan so'akning ismi nimati? Naviculare. Navicularening qiyshidagi so'akning ismi nimati? Cuboidium. Undan keyin qolgan üç so'akning hammasining ismi nimati? Cuneiforme. Cuneiforme'ninki ichiga joylashgani cuneiforme mediale, o'tirg'i joylashgani cuneiforme intermedium, lateralga joylashgani bo'lsa cuneiforme laterale. Endi biz mushu 7 so'akning hammasining tuzilishi bilan ayrim tanishib chiqamiz. Bakkerak to'xtalganimiz talus bilan calcaneus, ya'ni qo'shiq so'nkimiz bilan paşna so'nki, bu so'aklar intayin muhim. Endi ko'rganimiz talus. Bayam deb o'tganimizdek, mana talus oldida naviculare bilan bo'g'im hosil qildi. Shunga talusning oldi tarafida facies articularis navicularis deydigan bir yuzi bor. Oldingi soat darsimizda deb o'tgandek tibia va fibulaning mallularisi bilan bo'g'im hosil qiladigan yuzlari bor. Bu yuzlar ayrim holatda facies malularis lateralis, facies malularis medialis. Yana o'xshash fibula va tibianing ust tarafidan birlashib bo'g'im hosil qiladigan yuzni biz facies superior deb ataymiz. Yoki buning xos ismi bor, trochlea talide. Deb o'tganimizdek talus calcaneusning ustiga joylashgan. Shunga talusning ost tarafida calcaneus bilan bo'g'im hosil qilgan yuzlar bor. Mana bu talusning ost tarafiga qaraydigan bo'lsanglar, eng oldi tarafda facies articularis calcani anterior bor. O'ttir tarafida facies articularis calcani medial bor. Oq tarafida bo'lsa facies articularis calcani posterior bor. Müşahid yazğınımdək və hazır köstüb ötgünümdək talusning 7 tane bo'g'im hosil qilgan yuzi bor. Ondan keyin qaraydigan bo'lsanglar, mana keyin tarafda processus posterior tali deb kichik o'sikchilar bor. Lateral tarafdagini tuberculum laterale deb ataymiz. Medial tarafdagini tuberculum mediale deb ataymiz. Yana undan boshqa mana lateral tarafda processus lateralis tali deb yana bir o'sikchi bor. Mana ostidagi ko'rinishni qarasanglar, mana miyada bir eriqchi bor. Sulcus tendinus musculi flexoris hallucis longi.
Mana bu yerga mishada ismi yozilgan muskulning tendon keladi. Undan keyin miyada yana bir kichik eriqchi bor. Bu eriqchining ismi sulcus tali. Endi keldik calcaneus, ya'ni pashna so'ngimizga. Xuddi talusning ostida calcaneus bilan bo'g'ma hosil qilgan yuzi bo'g'iniga o'xshash, calcaneusning usti tarafida talus bilan birlikda bo'g'ma hosil qilgan yuzi bor. Hatto ismlarim o'xshash. Mana qaraydigan bo'lsanglar, eng old tarafdagi yuzining ismi facies articularis talaris anterior, o'rta qismiga joylashgan ismi facies articularis talaris media, oq tarafga joylashgan ismi bo'lsa facies articularis talaris posterior. Undan keyin mana facies articularis talaris medianinki tarafga joylashgan ma tuzilishning ismini biz sustentaculum tali deb ataymiz. Mana qaraydigan bo'lsanglar, calcaneus bayam deb o'tganimizdek oldi tarafdan kuboidium so'ngi bilan bo'g'ma hosil qildi. Shu mana oldi tarafga joylashgan bo'g'im yuzining ismi facies articularis cuboidea. Demak, calcaneus so'ngining mana yuqorida yozib o'tgandek 4 xil bo'g'im hosil qiladigan yuzi bor. Calcaneusning keyniga joylashgan bu tugunchakning ismi tuber calcani. Bu tuber calcanida 2 tane o'sikchi bor. Medialga joylashgani processus medialis tuberis calcani deb ataymiz. Lateralga joylashgani processus lateralis tuberis calcani deb ataymiz. Undan keyin yana o'xshash, bu yerda bir eriqchi bor. Bu eriqchining ismi sulcus calcani. Undan keyin yerda yana bir muhim eriqchi bor. Bu eriqchining ismi sulcus tendinus musculi flexoris hallucis longi. Müşahede ismi çıkan mazkur muskulning pi yerleşidigan eriqcha bu. Bu ism gerçi uzun bilingan bo'lsa, notunush kelmaganligi bo'lishi mumkin, chunki bayam talusni so'zlagandimi o'xshaylik eriqchining ismini deb o'tib ketgandik. Endi kelaylik naviculare. Deganimizdek talus so'ngi bilan bo'g'ma hosil qiladigan bu so'ngning ismi nima deydi? Naviculare. Navicularining oldi yuzida boshqa qo'shimcha so'zilishlar yo'q, faqat keyni yuzida mana qarasanglar miyada chiqib turgan bir tugunchak bor. Buning ismi tuberostas ossis navicularis. Endi cuboidiumga kelaylik. Cuboidium calcaneus so'ngi bilan bo'g'ma hosil qildi. Buning ustida ortiqcha bir tuzilishlar yo'q. Lekin astidan qarasa, mana mayadagi tugunchakning ismi tuberostas ossis cuboidea. Bu yerda yana bir eriqchi bor. Bu eriqchining ismi sulcus tendinus musculi fibularis longi. Undan keyin qolgan 3 tane cuneiforme ismli so'ngak bor. O'rinlarga asosan buni cuneiforme laterale deydik. Buni cuneiforme intermedium deydik. Buni bo'lsa cuneiforme mediale deydik. Mana shuning bilan o'zza tarsidagi 7 so'ngakning hammasini o'rganib bo'ldik. Endi kelaylik o'zza metatarsiga. O'zza metatarsida 5 tane so'ngak bor. Baş parmağımız udul kelgan yerdan boshlab o'zza metatarsi 1 2 3 4 5 deb mushu bo'yicha ismlantirib ma'miz. O'zza metatarsidagi so'ngaklarda mana bu bosh tarafini kaput deymiz, bu badanni korpus deymiz, ostidagi asosiy qismini bazis deb ataymiz. Undan keyin mana bu ost tarafiga qaraydigan bo'lsanglar, bosh parmoq to'g'ri kelgan yerda 2 tane kichik urug'ga o'xshaydigan so'ngakchi bor. Bu so'ngakning ismini biz ossa sesamoidea deb ataymiz. Uyg'urchada urug' so'ngi. Xuddi qo'limizni o'tgandimi, mana shunga o'xshash so'ngak qo'limizda bordi. Balkim xatirlagan bo'lishinglar mumkin. Endi putimizning barmoq so'ngaklarini ko'ramiz. Barmoq so'ngaklarimizni ossi digitorum pedis deb ataymiz yoki bo'lmasa phalanx deb ataymiz. Jami 14 tane barmoq so'ngimiz bor. Bularni yana o'xshashlar bosh qismi kaput, badan qismi korpus, asosiy qismi bazis deb ataladi. Mana suratdagi ishlarandagi so'ngaklar phalanx proximalis jami 5 tanesi bor. Ma ishlarandagi so'ngaklar bo'lsa phalanx media. Bosh barmoqimizda phalanx media bo'lmaganligi uchun jami 4 tane bor. Undan keyin mana rasmdagi ishlarandagi so'ngaklar bo'lsa eng uchidagi phalanx distalis. Buningda jami 5 bor. Markazga yaqin bo'lganligi uchun proximalis dedik. Markazdan yiroq bo'lganligi uchun distalis dedik. O'tiri bo'lganligi uchun media dedik. Mediadan 4 bor, proximal va distaldan 5 bor. Shunga o'zza digitorum pedis yoki phalanx so'ngakdan jami 14 bor. Suyimli kesib tashla. Agar videoni ko'rib bu yerga kelgan bo'lsanglar, xo'p belgisini bosishni unutib qolmanglar. Darsimizning oxirida foydalanishinglar uchun xitoycha va uyg'urcha selishtirmali rasmlar qo'yildi. Shundaq suyimli kesib tashla. Bugungi darsimiz mush yerda oxirlashdi. Hammalar uchun manfaatli bo'lishini tilayman.